pulingni olamasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekor qolma ishlaver. Chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekorchilikdan saqlading. Bekorchilikdan saqlaning. Zero bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Bekorchi bo'lib qoldingmi? Tamom. Sen g'am qayg'uga, xavotirga, qo'rquvga, vahimaga tayyor tur. Chunki bekorchilik seni g'am tashvishga, qo'rqinchli kelajak sari boshlaydi. Bari maza bemaza ishlar bekorchilardan chiqadi.